Assalomu alaykum, hurmatli jamoat, yaxshilarmi? Tinchsizlarmi? Savdolarga bereke. Ушул шивист уyu satıladi. Ko'ringizlar, kimde kim kerak bo'lsa, шивист uyu bag'amın, inchiga deganlar bo'lsa, chala beresizlar. Suyur o'ta cho'ng uy. Yo'g'inliklari boshqa yo'g'in. Kvadrat uy. Uydun 4-chi bolasi. Bolasi Angus, urg'och. Taza qandu Angusga qo'yilgan. Angus torpog'i urg'och. Torpog'i 1,5 oy. Ayaqqa olib qoldi. Uyni ko'rib o'tasizlar, sin sifati bardiq jo'g'ida. Uzunliklari, endilikleri, süt kanalları mana jaqdan ele bilinib turadi. Uyda ertamana 8-9 litr sütü var. Torpaqdan oshgani. Eğer torpaqdan kichkina sütdan qisqartam torpaq desengizler, onda nar jag'ында beradi sütni. Bunau torpaq, shuni torpog'ini. Torpaq ko'rib o'tasizlar, urg'och. Torpog'i ham dadil. Toza qandu Angus. Angusga qo'yilgan torpaq. Kimde kim savchemin yeyinchi bab uy kerak sınaqda dese chala beresizlar. Jet oblastga dostavkalari bor. Sog'an o'ta jo'sh. Jelinlari, manaka sütün kanalları. Kimde kim qiziqsa chala beresizlar. Ana jelinlari ham sho'ldab chiqadi. Sho'v chiqadi. 4 jelin teng рабочий. Akçası жақын 200 ming so'm, az kami var. Adresi söylesizlar. G'ayvali ko'chasida. Uydun sin sifatiga, muchosiga qarab savdo qilaverasizlar. Uydun eti biraz arıqroq. Sağında жүрген жайлаудан keldi. Çalaverasizlar.